dunyo bog'roq dedik, aslida qafas. Nahot charchamaslar bujag'lar javrab, ayollar fitnaga bo'lsalar sabab, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Zinoyu fahshga yetaklar holat, el ichra deyilsa bu oddiy odat, turli serialdan olinsa ibrat, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Oila degandan obro' yo'qolsa, onalar uyda bosh shaxs bo'lib qolsa, ota o'z qiziga shim sotib olsa, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Ko'ring bu bechora ota soqovni, toqati tugamish yengolmay g'ovni, ona zimmasida topish kiyovni, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Ey xotin bormikan ulmaydi chuyda degan odamlar ham ko'p ko'cha kuyda, bozorda onalar otalar uyda, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Buxoriy tug'ilgan diyorda bugun erlarning vazni yo'q, ayollar yupun, birodar bemalol tomoshang nechun, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Nima bo'ldi axir xalqqa ommaga, hayqirmoq soati keldi hammaga, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas. Oddiy tomoshabin bo'lmoqlik emas, ovozi boricha hayqirmoq kerak, haqning kalomiga chaqirmoq kerak, ogohlantirish kerak bu avom xalqni, to qadriga yetsin muqaddas sharqini, uning sha'ni uchun turib bersinlar, kerak bo'lsa nafsiy jangga kirsinlar, ahli oilaga jonlari fido, ko'paysin to nusrat berguncha Xudo. So'nggi xitobimni baribir aytkum, kimgadir sal og'ir botsa ham so'zlar, naslimiz hurmati fitrati toza, ayollarni saqlab qolaylik do'stlar, chunki ayollarga bog'liq har narsa. Ayol bor oila erur muqaddas, fahsh agar el ichra oddiy hol bo'lsa, yig'lash kerak bunga kulmoqlik emas.